Amir Temur ibn Amir Tarag'ay milodiy 1336-yil 9-aprel kuni Kesh, hozirgi Shahrsabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Amir Temurning onasi Takina xotun Buxorolik, otasi Amir Tarag'ay esa Barlos urug'ining oqsoqollaridan hamda Chig'atoy ulusining e'tiborli beklaridan hisoblangan. Amir Temurning yoshligi kechda kechdi. 7 yoshga to'lgach otasi uni o'qishga berdi. Amir Temur yoshlik chog'laridanoq maxsus murabbiylar nazorati ostida chavandozlik, ovchilik, kamondan nishonga o'q uzish, boshqa turli mashq va harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shu asnoda Amir Temur tulponlarni saralab ajrata olar ekan, mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. Amir Temur tabiatan og'ir, bosiq, teran fikrli va idrokli hamda nihoyatda ziyrak, kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo'lgan. Xondamirning yozishicha, otasi Amir Tarag'ay Amir Temurni avval 1355-yilda Amir Joko Barlosning qizi Nurmushk og'aga, so'ngra o'sha yili Qazog'onning nabirasi va Amir Husaynning singlisi O'ljoy Turqon og'aga uylantiradi. Keyingi nikoh tufayli Amir Temur bilan Balx hokimi Amir Husayn o'rtasida ittifoq yuzaga kelib, ular birgalikda mo'g'ullarga qarshi kurashadilar. Samarqand o'sha paytlarda katta qo'shinga qarshilik ko'rsata olmasdi. Shaharning na devori, na mustahkam istehkomlari, na qurollangan sipohlisi bor edi. Bek va amirlar shaharni tark etgan edi. Lekin mo'g'ullarga qarshi xalq ko'tarildi. Sarbadorlar shahar mudofaasini o'z qo'llariga oldilar. Shahar mudofaachilariga madrasa tolibi ilmlaridan Mavlonzoda Samarqandiy, Mergan Mavlona Xurdaki Buxoriylar boshchilik qiladilar. Sarbadorlar Samarqand shahrida mo'g'ullarga qaqshatgich zarba beradilar. Ilyos Xo'ja dastlab Samarqandni, so'ngra butun Mo'g'rovur nahrini tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Sarbadorlarning mo'g'ullar ustidan qozongan g'alabasi haqidagi xabar Amir Husayn bilan Amir Temurga ham borib yetgan. Amir Husayn sarbadorlarning dushman ustidan qozongan g'alabalaridan mamnun bo'lganliklarini va ular bilan uchrashmoqchi ekanliklarini bildiradilar. Biroq sarbadorlarning boshliqlari amirlar huzuriga kelganlarida Amir Husayn buyrug'i bilan Abu Bakr quliga Mavlona Xurdak Buxoriylar dorga tortiladi. Mavlonzodani esa Amir Temur o'z himoyasiga olib qutqarib qoladi. Shu tariqa sarbadorlar boshliqsiz qoldirilib, Mo'g'ulnahrda Amir Husaynning hukmronligi o'rnatiladi. Ammo ko'p o'tmay Husayn bilan Amir Temur o'rtasidagi munosabat keskinlashib, ochiqdan ochiq nizoga aylanadi. Amir Temur tarqoq mamlakatni birlashtirishga kirishar ekan, kurashni avvalo ichki g'animlardan boshlaydi. Amir Temur qo'shini to Balxga yetib borgunicha unga yo'l-yo'lakay yangi kuchlar kelib qo'shildi. Shu asnoda Amir Husaynning ko'pchilik amirlari tark etdilar. Jangda Amir Husayn qo'shinlari yengildi. 2 kunlik qamaldan so'ng 1370-yilning 10-aprelda Balx shahri Amir Temurga taslim bo'ldi. Amir Husayn asir olinib qatl etildi. Bu g'alabadan so'ng Amir Temur Mo'g'rovur nahrining chingizliklardan bo'lgan hukmdori Qozonxonning qizi Saroymulk xonimni o'z nikohiga oladi. Samarqand Amir Temur davlatining poytaxtiga aylantirilib, o'sha yilning yozida shahar devori va qal'asi tiklandi. Saroy va qasrlar bino qilindi. Amir Temur Mo'g'rovur nahrini mo'g'ullar hukmronligidan ozod etib, bu qadimiy mamlakatda mustaqil davlat barpo etgan bo'lsa-da, hali mamlakatda barqaror tinchlik o'rnatilgan emas edi. Bir tomondan ayrim viloyat hokimlari Amir Temur hokimiyatini tan olishdan bosh tortib turgan bo'lsalar, ikkinchi tomondan mamlakatning sharqiy va shimoliy hududlari notinch edi. Mo'g'uliston bilan Oq O'rda hukmdorlari Farg'ona vodiysining sharqi, O'tror va Sayram shaharlariga xavf solib, bu hududlarga tez-tez hujum qilar va aholini talon-taroj qilardi. Shuning uchun ham Amir Temur dastlabki yillarda mamlakat sarhadlari xavfsizligini ta'minlashga katta ahamiyat berdi. Isyonchi amirlarga qarshi shafqatsiz kurash olib bordi. 1370-yil kuzi va 1371-yil bahorda Amirsinda Chashmga zarba berib, Chebirxon viloyati bo'ysuntirildi. Balx va Toshkent viloyatlari ham Amir Temur hokimiyatini tan oldilar. Ammo Xorazm Oq O'rda hukmdorlariga suyanib, hanuz bo'ysunishdan bosh tortib kelardi. Amir Temurning 1373-yil bahori va 1375-yil yozda Xorazm tomonga qilgan 2 yurishi natijasiz tugadi. 1388-yilda Xorazmning poytaxti vayron etilib, uning hududlari Amir Temur davlatiga bo'ysuntirildi. Shu zaylda Amir Temur Mo'g'rovur nahr va Xorazmda ichki tarqoqlik, o'zaro nizolar, shuningdek Mo'g'uliston tomonidan bo'lib turgan tazyiqqa chek qo'yib, ushbu hududda yashovchi ilu ilat va xalqlarni yagona davlatga birlashtirdi. Amir Temur bu bilan qanoatlanmadi. Tez orada u qo'shni davlatlar va xalqlar ustiga yurish qilib, ularni o'ziga bo'ysuntirish va markazlashgan buyuk saltanat barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Amir Temur Eron, Ozarbayjon, Iroq va Shom, Suriya ustiga 3 marta lashkar tortdi. Bu yurishlar tarixda 3 yillik, 5 yillik va 7 yillik urushlar nomi bilan mashhur. 3 yillik 1386-yildan 88-yilgacha harbiy yurishlar oqibatida Janubiy Ozarbayjon, Iroqning shimoliy qismi, Gurchiston va Van ko'li atrofida yerlar egallandi.
Amir Temurning Hindiston ustiga qilgan urushi 1398-yil may, 1399-yil mart qariyb 11 oy davom etdi. Amir Temur Hindistondan katta o'lja, shu jumladan 120 jangovar fil bilan qaytdi. O'ljalarning bir qismi qo'shinga taqsimlab berildi. Qolgani Samarqand va Kish shaharlarida olib borilayotgan qurilishlarga sarflandi. Amir Temurning 1399-1404-yillarda olib borgan harbiy yurishlari natijasida Anqara jangida Amir Temur jahonning buyuk sarkardalaridan biri Boyazid Yildirim ustidan g'alaba qozondi. Turkiya sultoni asirga olinadi. Temur Anqara, Nikiya, Bursa va Izmir shaharlarini egallab, Vizantiya va butun Nasoro olamining Boyazidga yig'ib bergan bojlaridan iborat katta boylikni qo'lga kiritdi. Boyazid ustidan qozonilgan bu g'alaba bilan Amir Temurni Fransiya qiroli Karl VI, Angliya qiroli Genrix IV tabriklab, unga maxsus maktub yubordilar. Chunki Amir Temur endigina uyg'onayotgan Yevropaga ulkan xavf solib turgan Usmonli turklar davlatiga zarba berib, butun Yevropaning xaloskoriga aylangan edi. Amir Temur Kichik Osiyodan Samarqandga qaytgach, 1404-yil 27-noyabrda 200 minglik qo'shin bilan Samarqanddan Xitoy safariga chiqadi. Biroq Xitoy ustiga yurish Amir Temurning Utrorda vafoti 1405-yil 18-fevralda tufayli amalga oshmay qoldi. Amir Temurning vafoti haqidagi xabar garchi avvalda sir tutilsa-da, ammo ko'p vaqt o'tmay bu noxush xabar mamlakat bo'ylab tarqalib ketadi. Amir Temurning jasadi Samarqandga olib kelinib, dafn qilinadi. Amir Temur buyuk davlat asoschisi. Bu Hindiston hamda Xitoydan Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors qo'ldigiga qadar g'oyat katta hududni qamrab olgan markazlashgan ulkan saltanatga asos soldi.